Вот, mana biza koptok. Всё. Follikula. Follikula yetilmadi, tuxum hujayra yetilmadi. Bu nima degani? Agarda tuxum hujayra follikula yetilmasa, tuxum hujayra yetilmasa nima bo'ladi? Nima kuzatiladi? Agarda bizda follikula yetilmasa, ovulyatsiya bo'lmasa, ayollarda homiladorlik bo'lish ehtimolligi 0 ga teng bo'ladi. Ayol kishi homilador bo'lishi uchun follikula dominanta bo'lishi kerak va uning ichidan yetilgan tuxum hujayra ajralib chiqib, u erkin holatda qorin bo'shlig'iga tushishi kerak va bachadon nayiga o'tib, spermatozoid bilan urug'lanib, embrion hosil bo'lishi kerak. Ya'ni homiladorlik kuzatilishi kerak. Agar homiladorlik kuzatilmasa, bu yetilib follikuladan chiqqan tuxum hujayra hayz qoni bilan to'kilib ketadi. Biz anovulyatsiya holatini, ya'ni follikula yetilmadi, yaysakletka, ya'ni tuxum hujayra chiqmadi. Bu holatda anovulyatsiya holati deymiz. Buni biz bilishimiz uchun, buni mexanizmlarini va kelib chiqadigan sabablarini bilishimiz uchun albatta malakali reproduktolog, ginekolog ko'rigiga borishimiz va buni sabablarini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Agar sizda ham shunaqa holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta reproduktolog, ginekologga murojaat qiling va buni sabablarini aniqlating va to'g'ri homiladorlikka tayyorlaning.